Nima bo'ldi? Toychoq. Ha? Men yuragimga urdi. Nima qildi? Yuragimga urdi. Yuragingga urdimi? Ha, uratda, yuzingga urmayaptimi? Imron, sal sekinroq ur, xo'pmi? Xo'pmi? Bo'ldi. Boshqa yuragingga urmaydi, xo'pmi? Urish, ketdi. Davay, ha, qattiqroq ur sen ham. Ha, toychoqlarni, davay. Solishamiz. Imron men qo'limga urdi. Qo'lingga urdi? Qo'limga. Ha, uratdi, sparing tushganidan keyin. Nimaga yig'layapsan? Shunga yig'lash kerakmi? Har kuni urushasan u bilan. Ha? Har kuni urishmay. Nega? Shunga. Qo'rqayapsanmi Imrondan? Nega qo'rqasan sen? Bayitsan u. Bayitlar qo'rqmaydi jangchilar. Ha? Qattiq uryapti. Qattiq uryapti. Imron, bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa tez. Kel bu yoqqa. Qattiq uryapsanmi? Ha? Nega? O'rtog'ing-ku bu. Sal sekinroq ur. Buni gavdasi sendan sal kichkina. Xo'pmi? Necha yoshsan? Ayta olmaysanmi? 5. Senchi? 5 yosh. Ikkalang tengsan. Buni vesi sal og'irdi. Lekin sparing tushing kerak-da, bo'lmasa ana qila olmaysan-ku, o'smaysan-ku. To'g'rimi? O'pta olmaysan-ku. Imron sendan kuchliroq bo'lsa, Imron bilan ko'proq ishlashing kerak. Tushundingmi? Kelishdingmi? Keyingi safar ko'proq faqat Imron bilan ishlaysan endi, xo'pmi? Xo'p, qo'rqmagin. Tushundingmi? Quchoqlashib qo'y ekalang. Bo'ldimi? Bor, hayda.